Bu qolganlarni nima Hop. qilaverasiz? Tezroq aytib ko'ring. Mana bu ko'ylakcha 3 xil rangi bor. Aha. Buni ranglarni ko'rsatdik. Kamizonni ko'rsatdik. Endi mana bu troykamiz. Moloshnisi bor, serisi bor, sarig'i bor. Kostyumchasi, ustida vishkasi bor, ichida futbolkasi, chiroyli aplikatsiyasi bor. Ishtonchasi. Buni ham 5 xil rangi bor. Hop, bu yerda 3 xil qoldi. Ko'ki bilan pushtusi. Rosa yaxshi ketyapti, bu ham trendda. Bular bahorgi narsalar. Bahorgilar. Yozgacha sotilaveradi. Narxi 27 ming so'mdan Optimga 25 ming so'mdan qilib beryapti. Ular narxi 27 ming so'm ekan, Optimga 25 ming so'mdan ekan. Troyka bahorgi ustida endi jiletchasi, futbolkachasi, ishtonchasi bor. Narxi 27 ming so'm ekan, Optimga 25 ming. Hop, endi ana shu inchikada qoldi, olinmagan. Hop. Usti velvet troyka, bu ham 1 yoshli bolalarga tushadi. Troyka ustidagilari velvet ekan, ishtoni, keyin ustidasi velvet ekan. Troyka 1 yosh 1 yoshlarga tushar ekan. 30 ming so'm, 28 ming so'mdan qilib beramiz. Narxi 30 ming so'm, ob'yem olganga 28 ming so'mdan qilib beramiz deyishyapti. Chaqaloq kiyimimiz bor. Bu raddomga nabor hisoblanadi. 8 xil narsasi bor. Ichida o'rog'ichi, shapkachasi, pechatkasi, xalatchasi, ishtonchasi, rasposhonchasi, qo'shimcha narsasi bor. Buni rasmini tashlab beramiz. Kim xohlasa, buni narxi 35 ming so'm. Narxi 35 ming so'm ekan. Ichida 5 ta dedingizmi? 30 ming so'mdan qilib beramiz. 5 ta dedingiz, 5 ta nabori bor. 8 ta nabori bor ekan. Perchetka, shapkacha, o'rog'ichigacha bor. O'rog'ichlargacha bor ekan. Narxi 30 ming so'm, ha? Narxi yo'q, narxi 35 ming so'm, 33 ming so'm Optimga. Narxi 35 ming so'm ekan, Optimga 33 mingdan qilib beramiz deyishyapti. Hop, endi mana bu do'ykamiz bor. Buni har xil rasmlari bor. Razmeri 1 yoshgacha, 9 oygacha bo'lgan bolalarga tushadi. Material toza hib. Narxi 18 ming so'm, 16 ming so'mdan Optimga beramiz. Bu yerda har xil rasvetkalari bor. Rasvetkalari ham bor ekan, qo'shimcha naryoqda bu o'sha ochig'i. Xullas shunaqa gaplar. Hozircha shular. Mabodo yangiliklar yana video qo'yib boramiz, xudo xolasa. Telegram kanalimizga ham bu ishlarni, rasmlarni qo'yib boramiz. Narxlari, razmerlarigacha. Agar pachkada zakaz bersalaring, bizga aloqaga chiqinglar. Ob'yomda zakaz beradigan bo'lsalaring, shu egalarning nomeriga chiqsalaring, bemalol ob'yomda, nima deydi, kelishtirgan hollarda dastavkasini ham qilib beradi. Dastavkasini xizmati shunaqalar bir telefon qilib kelishasizlar. Bulardan qolmaganmi? Yo'q, ulardan qolmagan. Bular qolmabdi. Bular ham juda ham chiroyli ishlar chiqqan. 28 ming sotilgan. 28 ming so'mdan berib yuboramiz. Mana shu ishlar 28 ming sotilgan ekan, 18 ming so'mdan skidka narxda beraveramiz deyishyapti. Troyka ustida kamzirchasi, ichida yangi uzun futbolka, ishtonchasi bor ekan. Skidkada 18 mingdan beraveramiz deyishyapti. O'zi shu qoldimi bari? Bu videomizda boshi uzilib qoldi, xotirasi to'ldimi? Xullas, agar mabodo montaj qilib ulolmasak, telefon nomerlarini qo'yib ketamiz. Bu videoni boshi o'sha nima deydi? Boshqa videoga ulanib qoldi. Telefonni xotirasi to'ldimi? Mana bu nomerlar, telefon nomerlari 90lik 151 42 56 33lik 709 20 27 90lik 506 69 39. Bunisi o'sha Telegram kanalidan, ha, Telegram kanali. Telegram kanalida screenshot qilsa QR kod bo'ladi. yaqinlashtirib screenshot qilib nima edi, hali QR kod. Ulansa bo'laveradi. Ha, shuni screenshot qilinsa bo'ldi. Skaner qilinsa ulanaveradi, kanalimizga kiradi. Tovarlarimiz rasmlari bor. Tovarlar rasmlari Telegram kanalida bo'lar ekan. Akamizga aloqaga chiqinglar. Bizda yuk yig'ib berish xizmati mavjud, kurerlik xizmati. Nomerlarimiz 33lik 309 41 87. Do'konning nomerlari 120 bu. Shu mana sex tomonlarda, sexdan kirganda xullas mana furalar turadigan darvozadan kirsalaring, sexlar yonidan ikkinchi qator ekan, ikkinchi qator magazlariyatli ikkinchi qator ekan. Ben hiç kaçan sorun olmayacak. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Ro'za oyi hammamizga muborak bo'lsin.
nima deydi? Videoni oldingi videomizga salomlashni qilaylik. Xullas shunaqa gaplar. Hammalangni hamkorlikka chorlab qolamiz. Bizga aloqaga chiqinglar. 90lik 309 4187 nomerimiz ham bor. Bizda yuk yig'ib berish dastlabki xizmatlari mavjud.